Assalomu alaykum, hurmatli Timet tizimining foydalanuvchilari. Bugun kasallik varaqasini qanday chop etishni ko'rib chiqamiz. Kasallik varaqasini chop etish imkoniyati hujjat yopilgandan keyin mavjud. Ya'ni, kasallik varaqasi holati yopilgan bo'lishi kerak. Kasallik varaqasini murojaat epizodidan, kasallik tarixidan yoki bemorning tibbiy kartasidan oching. Chop etish tugmasini bosing. O'ng pastki burchakda kasallik varaqasi docs.dimet.uz hujjat aylanishi reyestrining yangi sahifasida ochiladi. Printer belgisini bosing va hujjatni chop eting. Eslatib o'tamiz, bemor QR kodini skanerlash va docs.dimet.uz hujjat aylanishi reyestri sahifasiga PIN kodni kiritish orqali kasallik varaqasining haqiqiyligini tasdiqlashi mumkin. Shuningdek, hujjatning haqiqiyligini docs.dimet.uz hujjat aylanishi reyestri sahifasida hujjat ID va PIN kodini kiritish orqali tasdiqlash mumkin. Tabriklaymiz! Siz bemorning kasallik varaqasini chop etish bilan muvaffaqiyatli tanishib chiqdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat!